Shunday qilib, cho'pon yigit Malikani rosta kamiga yaxshi ko'rib qolibdi va uni o'z yurtiga olib ketibdi. Ular turmush qurishib, baxtli hayot kechirishibdi va bir o'g'il ko'rishibdi. Kunlar o'tib, yillar o'tib, o'g'li ulg'ayibdi va azamat yigit bo'libdi. Bir kuni onasi o'g'lini yoniga chaqirib, "O'g'lim, tog'lar oshib, daryolar oshib, men tug'ilib o'sgan yurtga bor. U yerda xolang bor. Undan xabar olib kel", debdi. Yigit ham onasining gapini ikki qilmay, "Xo'p bo'ladi", debdi-yu, otiga minib yo'lga tushibdi. O'g'li ketayotgan chog'da onasi unga bitta taroq, bitta nina va bitta oyna berib, "Agar ortingdan yov quvsa, bularni bitta-bitta ortingga tashlagin", deb buyuribdi. Shunday qilib yigit yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yurib, tog'lar, daryolar oshib, onasi tug'ilib o'sgan yurtga yetib boribdi. Ammo u yerdan xolasini topa olmabdi. Odamlardan so'rab surishtirib bilsaki, xolasi jodugarligi uchun odamlar uni u yerdan quvib yuborgan ekan. U cho'llarga ketib qolgan ekan. Cho'li biyobonlarda yasharkan. Yigit xolasini ko'rish uchun o'sha kimsasiz cho'lga ravona bo'libdi. Ketaveribdi, nihoyat bir kulba ko'rinibdi. "Shu xolamning kulbasi bo'lsa kerak", deb borib qarasa, bir kampir sochini tarab o'tirgan emish. "Assalomu alaykum xolajon", debdi yigit. "Va alaykum assalom, saloming bo'lmasa, ikki yamlab bir yutardim", debdi kampir. "Sen kim bo'lasan?" deb so'rabdi. "Xolajon, men sizning jiyaningizman, singlingizni o'g'liman. Onam sizni singlingiz bo'ladi", deb javob beribdi yigit. "Ha, shunday degin. Unday bo'lsa, bu yerga nimaga kelding?" deb so'rabdi kampir. "Otda keldim xolajon", deb javob beribdi yigit. "Oting qani?" debdi kampir. "Oti mana u yerda", deb ko'rsatibdi yigit. "Unda sen o'tirib tur, jiyanjon, men hozir choy damlab kelaman", deb kampir chiqib ketibdi. Yigit "Xo'p bo'ladi", debdi-yu, bir ozdan so'ng sekin poylab qarasa, ertakni davomini ertaga aytib beraman bolajonlar. Sog' bo'ling.